Xitayning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va yig'ilish lagerlariga aloqador yangi isbotlar o'tirg'i chiqdi. BBC to'g'ri minglagan rasm va hujjatlarni oshkorladi. Hakerlarning Xitoy soqchilarining kompyuterlaridan erishgan bu rasmlar kishilarning faqat Uyg'ur va musulmon bo'lganligi uchun tutilganligini ko'rsatmoqda. Tutqunlarning eng cho'ngi 73 yoshlik Onaxon Hamid bo'lib, eng kichigi 14 yoshlik qiz Royila Umar. Oshkorlangan bu soqchi hujjatlarda 2884 parcha rasm va 23 mingdan ortiq kishining tizimligi bor. Bu hujjatlar parang xotiralari, rasmlar va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Angliya Tashqi ishlar ministri Liz Truss erishgan yangi isbotlarning Xitoy Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga tutgan muomalasining favqulodda og'irligini ko'rsatib beradiganligini bayon qildi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Sharqi Turkistonni to'liq va cheklanmasiz ziyorat qilishini talab qildi. Türkiye İYİ Partiyasının yuqori darajalik rahbarlari va parlament a'zolari yig'ilish lagerlari qurbonlari munbarining Xitoy elchixonasi oldidagi namoyishiga qatnashdi. Ma'lum bo'lishicha, İYİ Partiyasının idora hay'at a'zolari va parlament a'zolari Uyg'urlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissariga qilgan chaqiriqni qo'llash uchun Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasi oldida jazo lagerlari haqida axborot e'lon qildi. İnternetda yotoq va uy ijara berish mulozimati bilan ta'minlaydigan Airbnb shirkati nol Covid siyosati bilan karantin qilish tadbirlarini davomlashtirayotgan Xitoydagi tijoratini to'xtatmoqda. BBCning bu temaga munosabatlik uchuriga asoslanganda, mazkur shirkatning tor bekitida Xitoydagi barliq uylar yozdan boshlab chiqarib etilgan. Bu qaror bilan shirkatning chet elga sayohatga chiqadigan Xitoy fuqarolariga yuzlanganligi mo'ljallanmoqda. Amerika, Yaponiya, Avstraliya va Hindistonni o'z ichiga olgan 4 davlat bexatarlik dialogi Quad o'zlarining sharqiy va janubiy dengizidagi hozirgi holatni o'zgartiradigan majburlash, ig'vogarchilik va bir taraflama harakatga qat'iy qarshi turadiganligini jakaraldi. Yaponiyaning poytaxti Tokioda o'tkazilgan 4 taraf rahbarlar uchrashuvida Amerika prezidenti Joe Biden, Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio, Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese va Hindiston bosh ministri Narendra Modi bir yerga jam bo'ldi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining yozma bayonotida aytilishicha, Xitoy va Rossiya havo armiyalari Tunugun Yapon dengizi, Sharqi Xitoy dengizi va G'arbiy Tinch okeanda birlashma havo manevri o'tkazdi. Bayonotda birlashma strategik chorlash Xitoy bilan Rossiyaning yillik harbiy hamkorlik planining bir qismi deyilgan. G'arb davlatlariga qarshi holda Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini ayblamagan Beijing doiralari ishg'ol deb tasvirlamaydi.